Qayerga ketyapsizlar? O'g'lingizdan ruxsat olganman. Ha, mayli. O'g'limni hayoti tinch bo'lsa bo'ldi men uchun. Ha, qizim, yaxshi keldingmi? Ha, Oyi, telefonni uzatib bering. Mana uyda rosa ishlar ko'p, charchab ketdim. Alo. Menga qara, qachongacha shu miyangga qaynanangni xizmatini qilasan? Tez alohida bo'lish harakatini qilib chiqib ketmaysanlarmi? Oyi, shunaqa qilyapman. Qo'yni qolsin deb qo'llab tashlamayman, indamayapti. Hozir ham ruxsat so'ramasdan jahl qilib chiqib ketdim, miq etmadi. Voy, adasi, kelinimizdan olib ketgan keldingizmi? Voy, keling-ku. Balu boshidan sas yetganda-ya. Sen uyga borib o'tirishing shart emas, shu yerda qolavergin. Men onamni xor qilib qo'yadigan inson menga kerak emas. Men onamni topa olmayman hech qachon. Sendagi xotinlar ko'chada tiqilib yotibdi. Mehribonim ona, beazorim onam.